Agar siz har doim qandaydir muhim voqeadan oldin hayajonlanish, bezovta bo'lish, titroq yoki o'ziga ishonchsizlik bo'lsa, ushbu amaliyotni albatta bajarib ko'ring. U sizga juda ham tez foyda beradi. Kvadrat bo'ylab nafas olish. Ko'pchilik nafas mashqiga bee'tibor bo'ladi va nafas hech narsani o'zgartirmaydi deb o'ylaydi. Aslida shunchaki avtomatik nafas olish bilan ongli nafas olishning farqi juda ham katta. Qanday bajarasiz? Kvadrat bo'ylab 4 gacha sanab nafas oldingiz, 4 gacha sanab ushlab turasiz, 4 gacha chiqarasiz, 4 gacha to'xtaysiz. Keyingisini 5 gacha, keyingisini 6 gacha va 7 gacha, 8 gacha nafasingiz yetguncha kvadrat bo'ylab nafas olasiz. Oxirida chuqur nafas oldingiz va sekin qo'yib yubordingiz. Agar butun diqqatingizni nafasga qaratib 5 daqiqa buni bajarsangiz, tanangiz tinchlanadi. Tanangizda, mushaklarda taranglik ketishi bilan xavotir to'xtaydi. Bezovtalik, xavotir bizni fikrlarimizda emas, tanamizda yashaydi aslida.